Salom bolalar, men o'stirishning yangicha usulini topdim mana. Uchun bizga qaychi, bakalashka, keyin bunaqa влажный salfetka, keyin suv va mosh kerak bo'ladi. Mana mosh kerak bo'ladi. Keyin birinchi bo'lib mana qaychi bilan bakalashkani tagidan kesib olamiz. Tagidan kesamiz bakalashkani. Keyin mana har yerdan tekis siliq qilib o'tmas qilib olamiz. Keyin bu uchini ham kesib olamiz. Qayrilgan joyigacha kesib olamiz. Ana bolalar. Ana endi biz moshni qo'yish uchun mana bu влажный salfetkaga mana bakalashkani tagirog'idan yaxshiroq joy qilib kesib olamiz, yaxshiroq joy qilamiz. Влажный salfetkani tekis qilib bitta suvga tagi tegib turib, tepasi ana bu suvga tegmasdan turishi uchun. Влажный salfetka hozir suvda tortadi-da, keyin suv o'sha влажный salfetkani ichidagi suv ikkita tomondan bitta bo'lib tortiladi-da tepaga, keyin moshga olib boradi-da. Mana bolalar, ikkita tomonni ham kesdim, hozirlarga mana влажный salfetka mana shunday qilib qo'yasizlar. Mana bitta buklab, ham bitta buklaysizlar, ana bo'ldi. Uzunchoq bo'ladi, mana. Xuddi keyin mana shunday qilib asta to'g'rilab o'tkazamiz. Hozir taxladik-ku, ana shuni buzib olmasdan o'tkazamiz. Mana yaxshiroq bo'ladi-da. Ana endi bu bakalashkaga suv quyib olamiz. Mana keyin asta qo'yamiz-da. Mana moshni o'rtasiga solib qo'yamiz. Moshni shunday qanaqa tomonlama bo'lsa ham oddiy solib qo'yamiz. Ana endi 1,5 kun yoki 2 kundan keyin moshimiz o'sib chiqadi. 2 kundan so'ng mana bolalar, moshimiz o'sib chiqdi. Mana hozir olib ko'rsataman. Mana tagida tomirchasi chiqargan. Mana agar sizlarga yana shunaqa foydali narsalar yasaydigan videolar kerak bo'lsa, meni kanalimga o'tib obuna bo'lib, like bosinglar.